Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Hasan Musofir TV kanalining admini Hasanbek ukamiz. Hozir Moskvada ish chiqarayotgan bir vaqtda biz Qozog'istondan ish chiqarsak, Hasan nima deysiz? Assalomu alaykum. Shozil Po'latov akamizning YouTube kanalini kuzatgan barcha obunachilarimiz, do'stlarimizni kuzatganman. Videoni boshlashdan avval men sizlardan like bilan podpiska so'rab qolaman. Kameraga chiroyli kirib bildiringizlar. Moskvada biz ish chiqarib borayotgan bir paytimizda Qozog'istondan Shozil akamiz stroydan ish chiqaradi. Shozil aka, qanday ishlaringiz bor? Men qiziqib qoldim. Shuni birdan bir video qilib YouTube'ga chiqaring. Bunday qilamiz. Sababi Qozog'istondan ish chiqarishimdan sabab bundan 5 yil oldin Rossiyadan deportatsiya bo'lganman. Oxirgi paytlarda hozir juda ham ko'p O'zbekiston, Tojikiston gражданlari Rossiyadan deportatsiya bo'lyapti. Sredney Aziyada eng yaxshi pul to'laydigan joy bu Qozog'iston. Sababi Qozog'istonda men 5 yil ishlaganman. Qancha qiyinchiliklar ko'rganman, kidat bo'lganman. Shuning uchun bizning o'zbeklar, tojiklar qiynalmasligi uchun primoy generalniy direktorlarning monolitda ishlamoqchi bo'lganlarga, monolitning generalniy direktorlarning yoki bo'lmasa частныйda ishlamoqchi bo'lganlar uchun primoy xazayinlar yoki bo'lmasa aldab ketmaydigan, kidat qilmaydigan primoy posredniklar nomerini bera olaman. Sababi oxirgi 2-3 yil ichida biz yaxshi ishladik. Qozog'istonda ham zarobatka normalniy, faqat kidat qilmaydigan joy bo'lsa. Shuning uchun chiqarmoqchiman. Xo'p, hozir Rossiyadan deportatsiya bo'lib Qozog'istonda ish so'rab yurganlar, lishni o'zim nomerimni qoldiraman. Monolitda ishlamoqchi bo'lganlarga brigadasi borlar, lishni o'zim nomerimni qoldiraman. WhatsAppdan xabar yozinglar. Generalniy firmaning direktorlarining nomerini beraman. Hech qanday kidat yo'q. Qozog'istonda eng zo'r nomer 1 Bazis firmasining direktorlarining nomerini beraman. Частныйda ishlamoqchi bo'lganlar uchun частныйda ishlamoqchi bo'lganlarga hop, men o'zim 2-3 yildan beri частный posredniklar bilan ishlab kelganman. Har doim 100%, даже oldindan pulini olganman. Shunday paytlar bo'lgan, bizda o'zbeklar pulini olib tashlab qochib ketgan joylarda ham obyektlar bitkazib berganmiz, 100% pulini bergan. Qozog'istonda juda ko'pchiliklar kidat bor dedi, pulini bermay ketadi dedi. Ishni bizda o'zbeklar pulini bermay ketadi. Albatta, shu yerda men qo'shimcha qilib o'taman. Mana o'zimizliklar ishni boshlaydi, avans oladi, surib beradidan va xazinani yomon ko'rsatib qo'yadi bolalarga. Aka-ukalar, mana shu Shozil akamiz o'zi 5 yil davomida Qozog'istonda ishlab kelgan. Shozil aka sizga savol beraman. Shu YouTube'dagi kuzatib turganlarga, mana Tojikiston, O'zbekiston akalarimiz, monolitda surayda ishlab yurganlar, Rossiyadan deport bo'lib ish izlab yurganlarga siz ishni tavsiya etyapsiz-ku? Direktorlar, kattalar, shular ishonchli odamlarmi? Siz oxirgi payt necha yil oxirgi paytda ishlagansizlar? Xo'p, Qozog'stroy kompaniyasida ishlaganman, 3 yil ishlaganman. Qozog'stroy kompaniyasining ish beruvchilarining ham nomerlari bor. Prilagat qiladi. Xo'p, rublda hisoblasam eng kami 3,5-4 ming rubldan betonning kubaturasiga Qozog'stroyda. Bazis kompaniyalari bor. Bazis kompaniyada Qozog'istonning endi eng zo'r nufuzli kompaniyalaridan bittasi Stroy kompaniyasi. Ularda 4 ming rubldan, eng kami 4 ming rubldan 5 ming, 6 ming rublgacha betonning kubaturasi. Lekin armirovkasi sal qiyinroq, zemletrasение O'rta Osiyoda ko'p bo'lganligi uchun armirovkasi qiyinroq bo'ladi-da. Shuni odamlar buni tushunish kerak. Monolitda brigadasi borlar, kommentga yozinglar, leba WhatsAppga yozinglar. Realni hech qanday foydasi kerak emas, boshqasi kerak emas. Prosta men yordam qilmoqchiman. Chunki men o'zim birinchi borgan paytda vobshe qiynalganman. Pulsiz qolib ketganman, kidalkada bo'lganman, pasportlar oldirib qo'yganman. Endi hozir bor, bizda o'zbeklar ham, tojiklar ham ko'plar pasportini oldirib qo'yganlar bor-da, pasportini oldirib qo'yib, ola olmay yurganlar bor. Shuning uchun odamlarga prosta yordam qilmoqchiman. Mana 5 yil o'tdi, 5 yildan keyin men Rossiyaga keldim. Lekin 5 yil davomida Qozog'istonda ko'p qiyinchilik ko'rdim. Shuni shtobe Rossiyadan deportatsiya bo'lganlar qiyinchilik ko'rmasin, ish qo'lidan kelsa, частный monolitda ishlar qo'ldan kelganlar borsin, nomerlarini qoldiraman, ishlasin. Eng kamida частный ishlarda ishlayotgan, ish olib ishlayotgan 4 ta 5 ta posredniklarim bor. Men 4 ta 5 ta obyekt olib ishlaganman. Постоянно pulni olganman. Birinchi joyda hop 4 ta 5 ta obyekt bo'lgan vaqtlar, endi 5 ta emas, 4 ta obyekt bo'lgan. Har bittasida eng kamida 4 ta odam bo'lgan. Chunki ko'pida 8 ta odam bo'lgan. Частный ishlarda. Частный ishlarda. Частный ishlarda normal ishlasa bo'ladi. Bolalar eng kamida $1000, $1200 ishlagan. Monolitlarda qancha odam ishlayapsiz? Monolitda 2022-yil brigadir bo'lganman.
Endi ish beruvchi o'zimizdan bo'lgan. Pasreniga qolganman u paytda. 30-35 ta odam bo'lgan shu paytda. Shu paytda. Pullar vaqtida berilgan. Pul vaqtda berilgan. Bundan keyin 2023-2024 Bazis kompaniyasida ishlaganman. Bazis kompaniyasida normal eng qimmat zo'r pul to'laydigan kompaniya kelib qilmaydi. Pullarni ish beruvchidan emas, ofisdan. Qozog'istondagi eng zo'r bazis kompaniyalari. Hop, primoy bor, ofisdan oladi pulni. Посредникlar bermaydi. Bunga dogovor tuziladi, primoy borib, ofisdan qo'l qo'yib, necha kub beton qo'yding, naryad yopildi, o'zi chaqiradi, firma nimadan ofisdan telefon qilib, ofisga borib, как polovni qo'l qo'yib, borib keladi. Aka-ukalar, opa-singillar. Opa-singillar degan sababi ko'p. Opa-singillarimiz kuzatadi, uydagi aka-ukalarga, xo'jayinlarga ish izlab yutib kelganlar bo'ladi-da. Shohist akamiz bu videoni chiqarayotgan sababi mana o'zi 5 yil davomida Qozog'iston Respublikasida yurib, qancha qiyinchiliklar ko'rgan, qanday tanishlar orttirgan. Hozirgi kunda mana Moskvada o'zi hozir dokumentarni qo'ydab yurib, bugungi kunda Rossiyada birga yuribmiz. Rossiyada yurib boshlayapti. Katta xazinlar bilan o'zlarimizni katta direktorlar nomerini beradi. Ekranga o'zi Shohist akamiz o'zini WhatsApp raqamini qoldiradi. WhatsAppdan yozingizda katta direktorlar nomerini berib, priyomoydan gaplashib, Tojikiston, O'zbekistondan kelmoqchi bo'lsangiz kelib Abiyonga ishga olib gazini bosishlaringizni tavsiya qilaman. Shohist aka, sizga ham rahmat. Har yurgan ota-onangizga katta rahmat. Shohist akamizga bir so'mlik foydasi yo'q. Menga hech menga foydasi yo'q. 4-5 kishi bo'lib abiyon olsa ham bo'ladi u yerda. Rossiyada juda katta abiyon emas, mayda-mayda abiyonlar ko'p. Например, торговый center, magazin, какой-то banya, shunga o'xshagan ishlar bor. Ishsiz qolib ketmaydi. Ishsiz qolib ketmaydi. Eng kamida где-то $20,000 ish olsa ham bo'ladi. 4-5 kishi olib ishlasa bo'ladi. Hech nima o'zim $20,000-15,000 ishlarni olib, 3-4 ta odam qo'yib biz ishlaganmiz. Normal pulni olsa bo'ladi. Faqat dogovorni yaxshi qilish kerak. Qozog'istonda tizim shundayki, ish boshlagandan bugun boshladimi, qozoqlarda shunday narsa bor, bir iborat. Короче, shunday ishni boshlagandan o'zi bir qo'y so'yib beradi. Endi musulmon xalqi bo'lganda shundayda. Bir qo'y so'yib beradi, bugun ishni boshladi, ertasi kuni ishning 30%ni beradi. Общий договordagi summaning 30%ni beradi. Masalan, $10,000 ishni oladigan bo'lsam, ishni boshlagandan keyin ertadan indin o'zi $3,000 berib qo'yadi. $3,000 beradi. Faqat посредникlar 10% oladi. Buni oldin aytib qo'yayin. Xo'p, ishlamoqchi bo'lganlar, real ishlamoqchi bo'lganlar, WhatsApp lishni o'zim WhatsApp nomerimni qoldiraman. Aloqa qilinglar, kanalga podpisatsiya qilib, hozir videoni kuzatayotgan odamlarning, O'zbekiston, Tojikistonliklarning eng kamida bo'lmaganda bitta tanishi Qozog'istonda ishlayapti. Bu videoni maksimal darajada shu Qozog'istonda ishlayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Ozgina foydani tegsa xursandman. Shohist priyomoy direktor ishda bo'lsa, hech qanday посредниksiz yo'q. Foiz olmaydi. Firmadan olsa hech qanday посредник yo'q. Hozir частный firmalarda, частный ishlarda lekin посредникlar bor. Sababi bizda o'zbeklar, tojiklar bu yoqda ham shunday bo'ladi. Ko'pchiliklari pulni oladi, ishni boshlaydi. Lekin ishni olib ketolmagandan keyin ishni sal noto'g'ri qilib qo'yadi-da, qochib ketadi bunlar. Mana aka через посредник beradi частный firmalarda. Qozog'istonda ishlayotgan do'stlarimizga, Qozog'istonga kelib ishlaydigan akalarimizga men yana aytib o'taman. Priyomoy Shohist akamiz direktor nomerini beradi. Hech qanday посредниksiz ishlab, gazini bosib, normal sotqani qilingizlar. Sizlarga manfaatli va foydali video bo'lib o'ylayman. Shuni like bosib, podpisatsiya bosib, do'stlarga ish izlab yurib, deport qilganlarga tarqatib qo'yingizlar. Jonlaringiz omon bo'lsin, charchamang aka. Sog' bo'ling. Moskvadagi Qozog'istonning qarorgohidamiz.